WhatsApp obunachilar, albatta sizlar kutgan video desam hazillashaman. Albatta bu alohida video. Albatta nega bu kreativda desanglar, albatta keyin tushuntirib beraman. Albatta bu orqadagi nima? Albatta bu uy do'stlar. Sizlar farqlagandek bu uy nimaga bu uyni tepasida turibdi desanglar, bu uyda aynan bugungi video shu haqida. Ya'ni bugungi video shu uyni quramiz do'stlar. Kreativda agarda xohlasanglar ikkinchi qismda survivalda quramiz xohlasanglar. Buning uchun ancha narsa ketarkan, lekin sizlar uchun albatta qurib yuboramiz Asadbek Minecrafter 01 bilan. Короче, sizlar bilan Azbek Minecrafter 01 va kanalga obuna bosib qo'ying, like va podpiska bosib qo'yishni unutmaymiz va bugungi videomiz boshlandi. Avvalambor do'stlar, mana shu yerda albatta tekis joy kerak. Buning uchun mana shu yerda tekislaymiz do'stlar. Hozirdanoq like va podpiska bosib qo'yamiz. Hozirdanoq. Endi loylarni tozalaymiz. Loylarni tozalaymiz. Go. Короче, mana qurib bo'ldik. Albatta buning uchun albatta sigirga rahmat deymiz. Avvalambor, keyin esa albatta mana shu yerda tekislab bo'ldik. Endi esa uy qurishni boshlaymiz. Do'stlar, mana shu yerda buzib qo'ydim. Короче, albatta mana shuni ko'rgan turibsizlar, mana shunaqasiga. Albatta buni kim qurib berdi? Albatta bizga rahmat senga. Sigir qurib berdi. Do'stlar. Mana shuni sigir qurib berdi, короче, qurib berdi. Mana shunaqasiga mana shu yerdan 6 blok, mana shu yerdan tepaga 5 blok, bu yoqqa ham 5 blok va tepaga 6 blok va eniga esa 14 blok va pastga esa shu zaynda davom etadi. Короче, albatta mana shu bloklarni buzib olamiz. Va nihoyat do'stlar, buzib bo'ldik. Albatta endi buni albatta mana shu yo'q, endi esa bloklar qo'yib chiqamiz. Albatta mana shu yerga avvalambor mana shuni olamiz. Sizlar ham eslab qolinglar va xohlasanglar qurib, bemalol qurib ko'raverasizlar. Albatta zo'r chiqadi degan umiddaman. Men albatta yaxshi harakat qildim buni qurishga. Do'stlar, sizlarga muhim xabarim bor. Maktab boshlanguncha men 1K bo'lmoqchiman. Hozirdanoq like va podpiska tugmasini bosib qo'yamiz. O'shaning uchun nihoyat tugadi do'stlar. Hazillashdim do'stlar. Короче, mana shular jonga tegdi, borib ferma qamab qo'ymasam bo'lmaydi. Короче, mayli. Uni survivalda qilarman. Короче, mana shuni qurib bo'ldik. Endi esa buzib bo'ldik. Keyin esa ichiga faqat taxta qo'yib chiqamiz. Do'stlar, taxta bilan chiroyli bo'ladi uyimiz. Короче, albatta hozirdanoqlar podpiska bosib qo'yamiz. Chunki men albatta maktab boshlangunicha men 1K bo'lmoqchiman va maqsadim shu. Yangi yilgacha esa sizlar meni obunachilar, sizlar meni 5K qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Короче, nimalar bo'lyapti? Qurolmayapmanmi? Mana bo'lgani. Короче, mana shunaqa bo'ldi. Endi esa albatta tepasiga esa 1 2 3 4 tani, har bittasiga 4 ta qo'yib chiqamiz do'stlar. Qurib bo'ldik. Endi esa bularni birlashtiramiz. Silkasini qoldiraman, o'zingizlar o'tib ko'raverasizlar. Men to'g'ri qila olmadim cho'tta. Albatta bu toshdan edi, esimdan ketibdi obunachilar. Mana bo'ldi. Endi esimga keldi. Bam mana qo'yamiz.
Va nihoyat obunachilar tugatdim. Albatta, keyin esa orqasini mana shunaqa qilamiz. Albatta, blok esa teskarichalab qo'yamiz. Bloklarni ya'ni zina blokini teskarichalab qo'yamiz. Sal noto'g'ri bo'lib qoldi. Ana endi to'g'ri. Ya'ni majoziy ma'noda to'g'ri, chunki bular atakning hammasini noto'g'ri qo'yyapman. Hammasini qurib qo'yamiz. Endi faqat bitta narsa qoldi. Bitta narsa emas, ancha narsa qoldi do'stlar va obunachilar. Zina yasaveryapman-ku. Mana. Bam. Короче, bu tomonni ham xuddi shunday qilamiz. Oyna quramiz va mana shu yerda albatta mana shu bloklarni qo'yamiz. Mana do'stlar va obunachilar. Mana yerda ekan. Bo'ldi ana. Endi esa bu yerni tosh qilamiz. Bo'ldi faqat. Mana qurib olamiz почти do'stlar va obunachilar. Undan oldin like va podpiska tugmasini bosib qo'yamiz va videomiz davom etaveradi. Tepaga hammasini polni qilamiz. Endi mana shunaqa zinaga o'xshatib yarataverasizlar. Agarda kim qurmoqchi bo'lsa, e'tibor uchun-da, короче, hech kim qurmasa kerak, yana bilmadim. Chunki obunachilarim bilmam, qurasizlarmi yo'qmi obunachilar. Короче, mayli. O'zim shaxsan quraman. Mana oxirida uyimizga baho berib qo'yasizlar. Va oxirida o'zim, ya'ni atak o'zimniki emas. Cho'ta nimadir bo'lyapti menga. O'zimniki emas, ya'ni короче, o'sha polni uy uchun baho berib qo'yasizlar. Endi esa albatta tepasini yopamiz. Nihoyat bo'ldi obunachilar. Endi esa nima qilamiz? Albatta taxta olamiz, yog'och, ya'ni 1 2 3 4 va nihoyat endi mana shu yoqqa ham 4 va bitta blok tashlab, ikkinchi blokka yana bitta taxta qo'yamiz. Endi shu zaynda davom etamiz hammasini qurishga. Va nihoyat bo'ldi obunachilar. What's up? Albatta nimaga bu sakragan desanglar, bu yerda hozir reklama xizmati. Короче, bu reklamani eshitdinglar va sizlarga yoqadi degan umiddaman. Albatta sizlar hozir akkauntim past, obunachilar kam desanglar, bizda reklama xizmati ham bor albatta do'stlar. Va obunachilarimga faqat reklama qilaman va bu pulli albatta sizlar o'ylagandek tekin emas, lekin sizlar o'ylagandek juda ko'p emas. Albatta albatta reklama qanday qilaman va reklamani qanday xizmat qildiraman desanglar, короче, Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda albatta yozish mumkin. Aynan u Telegram kanalimda emas. Telegram kanalimning ichida yana bitta kanal ochilgan. O'shanga o'tib bemalol yozaverasizlar va sizlarning kanalingizda reklama qilib beraman. Va boyagi videoni davom etadi. WhatsApp, короче, albatta reklamani ko'rib bo'ldinglar degan umiddaman. Albatta haqiqatan ham xizmatimiz bor obunachilar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Biz sizlarda kanalingizda reklama qilib beramiz. Undan obunachi keladi degan umiddamiz va keladi ham albatta. Keyin esa mana shu yerda xato qo'ydim. Endi keyin mana shuni quramiz va albatta atrofini quramiz va chiroyli. 1 2 3 ta quramiz. Adashib ketib qolyapman. Короче, mana endi tepasiga blok qo'yamiz va albatta eshik quramiz va bundan keyin qaysi mana shuni quramiz. Keyin mana shu blokni qidirishga borib, o'tgan safar video qo'yganimda, ya'ni videosiz oddiy qurganimda bu uyda Vashi topolmadim ham do'stlar, obunachilar. Mana shu blokda boru Minecraft yagonami, короче, bilmadim. Albatta yagona. Keyin esa mana shu qurish. Короче, qiyin bo'ldi-da. Endi mana shu bo'ldi tayyor. Endi esa albatta mana shu yoqqa quramiz.
Mayaqa deyapman nimaga? Короче. Tak, endi mana shunday quramiz va pastga ham quramiz. Yo'q. Endi pastga edi, adashdim. Korоче, albatta mana shu yoqqa quramiz va keyin albatta oyna quramiz mana shu yerga. Albatta oynasiz tasavvur qilish qiyin. Sal adashmasam sal qotyapti. Xato qilib qo'ydim. No, keyin tak adashmasam mana shunaqa edi. Yo'q. Adashdim. Mana bo'ldi. Endi esa albatta videomiz ana bo'ldi, короче, mana bo'ldi. Endi esa albatta mana shu yoqqa barg quramiz. Qo'yamiz. Qo'ygan yaxshi. Qanday chiroyli bo'ladi-da, obunachilar. Keyin albatta bu men o'zimni emas, nima edi, o'zim agarda hatto va uy chiroyli bo'lmayotgan bo'lsa, bu meni uyim emas. Bo'ldi ana obunachilar. Uyimiz ikkinchi etaj ham bitdi. Endi faqat tepasini qurib qo'ysak bo'ldi. Va nihoyat obunachilar, mana qurib bo'ldim. Albatta chiroyli degan umiddaman. Albatta hozir chiroyli emas, chunki tomiri qurganim yo'q hali albatta. Sizlar ham o'ylagan bo'lsanglar kerak, g'alati uy bo'lib qoldi-ya. Chunki tomiri qurganim yo'q edi. Va tomi mana shunaqa g'ayrioddiyroq ekan. Bu yoqqa o'tasizlar, oxiri uyni tamom qilasizlar. Короче, boshim aylanib ketdi mana shu uyni quraman deb. Keyin mana shuni quramiz. Va nihoyat obunachilar bo'ldim. Endi esa albatta qotyapti. Buni masalasini hozir aniqlab kelaman. Ungacha sizlar kanalimdan yiroq buzilib qoldi. Kanalimdan yiroq ketib qolmanglar. Ungacha tez qaytaman. Men uchun tez, sizlar uchun, sizlar uchun tez, men uchun qaytdan do'stlar va obunachilar va do'stlar, men uchun faqat farqi yo'q men uchun. Короче, albatta sizlar uchun tez bo'ldi degan umiddaman. Men tez harakat qilishga harakat qildim. Qana g'alati gap bo'ldi. Bu tomonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Albatta shu zaynda davom etib ketaveramiz. Va nihoyat bo'ldik. Endi esa albatta bu tomonga o'tamiz. Xuddi bu tomonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Va nihoyat obunachilar qurib bitkazdik va yo'q bo'lmas. Albatta mana shu yerda yopib qo'yamiz. Albatta mana shu yerda yopib qo'yamiz. Keyin tezroq yopishga harakat qilamiz. Bo'ldi, ana yopib bo'ldik va hamma yerga yopib qo'yamiz. Ya'ni bu tomonnikini ham yopib qo'yamiz. Naraqdan tomni ichi ko'rinmasligi uchun albatta bu qurib olyapman-ku. Короче, albatta, ya'ni nimaga qurishimni aytib qo'yapman sizlarga, obunachilar. Keyin albatta mana shuni qilamiz. Mana tayyor. Keyin mana shu bloklarni quramiz. Hozirroq kanalimga obuna va like tugmasini bosib qo'yamiz. Sizlardan umid katta va ya'ni maktab boshlanguncha aytdim sizlarga. Albatta maktab boshlangunicha men 1K bo'lishim kerak. Va o'shaning uchun harakatdaman. Sizlar esa like va podpiska tugmasini bosib qo'ysanglar bo'lgani. Mana tayyor. Endi esa albatta mana nari qo'yilib ketdi. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Adashdim, to'ppa-to'g'ri. Endi mana shunaqa, mana shunday quramiz. Mana shunday quramiz. Va mana shunday, adashib ketibman. Mana shunday, mana короче, obunachilar, hozir bu tomon bitdi, endi esa bu tomonga o'tamiz. Albatta bu tomon ham xuddi shunaqa, mana shunday, короче, shu zaynda davom etib ketaveradi.
Va nihoyat obunachilar, albatta oldi bitdi, endi esa orqasiga o'tamiz. To'xtanglar. Ha, to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri qurdim. Endi albatta orqa esa mana shunday quriladi. Polli faqat mana shunaqa. Adashib ketib qolyapman. Va nihoyat obunachilar, albatta qurib bo'ldim. Uyimiz dahshat chiqdi degan umiddaman. Sizlardan like va podpiska va to'xtanglar. Shoshilmanglar. Albatta uyimizni bezash esimizdan chiqib qolibdi. Keyin esa albatta mana shuni quramiz va tepaga esa albatta mana shuni qo'yib qo'yamiz. Ya'ni yomg'ir tushmasligi uchun albatta o'zingizlar bilsangiz kerak. Короче, endi bug'doy ekib qo'yamiz. Bug'doyni sразу o'stirmasak bo'lmaydi. Qanday chiroyli-da obunachilar. Va nihoyat uyimiz bitdi mana. Sizlardan like va podpiska. Bugungi videomiz tugadi. Va uyga esa 1 dan 10 gacha baho berib ketasizlar kommentda. Bo'ldi. Sizlardan like va podpiska va men shu oyni oxirigacha 1K bo'lishim kerak. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Sizlardan oddiy birgina hech bo'lmasa obuna